Assalomu alaykum qadrli kanalimiz obunachilari. Sizlar bilan MCV loyihasini davom ettiramiz. Hozirgi videomizda 300-savollarni yechimini qilamiz. Birinchi savolni boshladik. A va C uchburchakning A, B va C uchlari tekislikdan mos ravishda 5, 6, 7 sm masofada joylashgan. A, B, C uchburchakning medianalari kesishgan nuqtasi tekislikdan qancha masofada joylashgan? Demak, bizda uchburchakni uchlari tekislikdan qandaydir A, B va C masofada joylashgan deb bersa, uni medianalar kesishgan nuqtasi qancha masofada joylashgan bo'ladi desa, bunga qo'shib hammasini 3 ga bo'lganimizga teng bo'ladi deymiz. Mana shunday bo'ladi masofa. Buni isboti esa trapetsiya hosil qilinadi. Mediana bittasi o'tkazilib, mana shundan isbot kelib chiqadi. Xo'p, demak hozirda shunga qo'yib hisoblayveramiz. Demak, A bizada 5 bo'lsin, B 6 bo'lsin, C esa 7 bo'lsin. Bizadagi masofa demak qo'shib 3 ga bo'lishim kerak. 5 qo'shilgan 6 qo'shilgan 7 taqsim 3 bo'ladi. Qo'shsak 18, 18 ni 3 ga bo'lsam demak 6 bo'ladi. Javobimiz demak 6 bo'lar ekan. Bu bizada B variant. Keyingi savolga o'tamiz. Ikkinchisi ABC uchburchak tekisligiga uning A nuqtasidan A deb perpendikulyar tushirilgan. Demak, bitta uchburchak chizib olsak. Xo'p, mana ABC uchburchak tekisligiga perpendikulyar tushirildi deyapti. Mana A deb perpendikulyar. Perpendikulyar bo'ladi. Endi AB 13, AC 11, BC esa 20 ga teng. AD te'rchiziqdan BC tomongacha eng qisqa masofani toping degan. Demak, eng qisqa masofa mana shu yerdan chiqarsak bo'ladi. Mana bu tomonga tushgan balandlik bo'lib qoladi. Buni h deb belgilaydigan bo'lsak, mana bu yerni x desam, mana bu yer 20 - x bo'ladi. Ikkita ajralgan uchburchak uchun Pifagor teoremasi yozsam, h kvadrat qo'shilgan x kvadrat 13 ni kvadratiga teng bo'ladi. H kvadrat qo'shilgan 20 - x ni kvadrati esa 11 ni kvadratiga teng bo'ladi. Bu yerdan h ni topishimiz kerak bo'ladi. H ni topsak bizada 6,6 chiqadi. Demak, javobimiz mana shu 6,6 ga teng bo'ladi. Bu bizada D variantda turibdi. Keyingi 3-chi savolga o'tamiz. Rasmda o'zaro 120 gradus burchak tashkil qiluvchi ikkita bir xil mana shu to'rt burchaklar tekstiga tasvirlangan. AB 2 ga teng. FJ esa 6 ga teng. CJ kesma uzunligini toping. CJ debman, FJ. CJ ni topishimiz kerak. Buni qandaydir x deb belgilab olaman. Mana endi orasidagi burchak 120 gradus bo'lsa, mana bu BJ ni o'tkazaman. Bu bizada mana bu ham 2 bo'ladi teng degani uchun mana bu burchak 120 gradus edi. Demak, buni 2 ildizda uchligini bilamiz. Endi mana bu yer 6 ga teng. Mana bu yer esa o'zaro perpendikulyar bo'ladi. X ni topadigan bo'lsak, endi bitta Pifagor teoremasi. 6 ning kvadratiga 2 ildizda 3 ning kvadratini qo'shib ildiz olishim kerak bo'ladi. Demak, 36 qo'shilgan 12 bo'ladi. Bu bizada ildizda 48 ni beradi. 48 ni 16 ga 3 desam 4 chiqadi-da, 3 qolib ketadi ildizda. 4 ildizda 3 bo'lar ekan. Bu bizada C variant bo'lar ekan. Keyingi 4-chi savolimizga o'tamiz. 4-chi savolimiz rasmdagi A va B tekisliklar orasidagi burchak 60 gradusga teng degan. Agar AB 4, BC, CD 6 ga teng bo'lsa, A nuqta bilan D nuqtagacha bo'lgan masofani so'rabdi. Demak, mana shuni topish kerak chizmadan foydalanib. Endi buni ishlashim uchun xo'p, mana bunday to'rt burchakchalarni hosil qilib olaman. Bu tekislikda tomoni 6 ga teng bo'lgan to'rt burchakcha bo'lib qoldi.
Bu tekislik deysa mana bu. Tomon 4 ga teng bo'lgan esa bo'lamiz. Mana bu yoq 6, bu yoq esa 4 bo'lib qoladi. Bunda esa hammasi 6. Endi mana buni topib bo'lishim mumkin. Mana bu yer ikki tekislik orasidagi burchak bo'ladi. Demak 60 gradus. Bu yoq 4, bu yoq 6 bo'lsa kosinuslar teoremasi deyman. Mana bu yerni x deb belgilab olsak endi topadigan masofamizni d deymiz. Xo'sh, 4 ni kvadrati qo'shilgan 6 ni kvadrati minus 2 kara 4 kara 6 kosinus 60 1 taqsim 2 barobar x kvadrat bo'ladi. Kosinuslar teoremasini yozdim mana shu uchburchak uchun. Bu yerdan x kvadratni topsak 28 ga tenglik kelib chiqadi. Mana bu burchak bizda 90ligi ma'lum. Buni topish qiyin emas. Mana bunda o'tkazib qo'ysam bizda uchburchakli prizma hosil bo'lyapti. Prizmani bitta yoqti 4 burchakdan iborat bo'lib qolyapti. Bitta burchagi 90lik kelib chiqadi. Endi shundan d ni topsam, mana bu uchburchak uchun bitta Pifagor teoremasini qo'llaydigan bo'lsam, x kvadrat qo'shilgan 6 ni kvadrati bizda d kvadratga teng bo'ladi. Endi x kvadratni 28 ga tengligini topgan biza, demak qo'shilgan 36 barobar d kvadratga 28 ga 36 ni qo'shadigan bo'lsam, bizda 64 ga teng, bu d kvadratga teng ekan. 64 dan ildiz olishim kerak, demak buni 8 ligini bilamiz. Demak bizdan so'ralgan masofa 8 ga teng bo'lar ekan. Bu bizda A variant bo'ladi. Oxirgi 5-savolimiz. Kvadrat ABCD va teng tomonli uchburchak AB'ga berilgan. Ular o'zaro perpendikulyar tekisliklarda joylashgan. Agar AB 3 bo'lsa, ushbu muntazam shakllarning markazlarini tutashtiruvchi kesma uzunligini toping. Demak, markazlari o'g'irlik markazi bo'ladi. Xo'p, ikkalasi ham tomoni 3 ga teng ekan. Bittasi muntazam uchburchak, bittasi kvadratdan iborat. Endi mana buni balandligini tushirsam, bu tekislikka perpendikulyar tushadi. Buni esa mana bunda o'tkazsam, bu o'rtasi bo'lgani uchun kvadratda tomonni yarim bo'lib qoladi. Mana bu qism 3 taqsim 2 3 taqsim 2 dan. Mana buni topish oddiy. Bu mana shu tomonga tushgan balandlikni 3 dan 1 qism bo'ladi. Bu mediana desak ham bo'ladi, bisklerisa desak ham bo'ladi, muntazam uchburchak bo'lgani uchun. Mana bu yer ham 3 taqsim 2 3 taqsim 2 ga ajraladi. Xo'p, endi bu yog'ini topadigan bo'lsak, Pifagor teoremasidan ildizda 3 ildizda 3 taqsim 2 chiqadi. O'shani 3 dan 1 qism bo'lgani uchun mana bu qismga bizda ildizda 3 taqsim 2 tegib qoladi. Ildizda 3 taqsim 2. Endi mana shu uchburchakcha uchun Pifagor teoremasi yozishimiz kerak bo'ladi. Yozsam, bizdan so'ragan masofa OJ edi. OJ ni kvadrati teng bo'ladi. Ildizda 3 taqsim 2 ni kvadratiga 3 taqsim 2 ni kvadratini qo'shganimizga teng bo'ladi. Demak, OJ ning kvadrati teng bo'lar ekan 3 taqsim 4 qo'shilgan 9 taqsim 4. Bu bizda 12 taqsim 4 3 ga teng. OJ ni topsak, demak ildizda 3 ga tengligi kelib chiqadi. Bizdan mana shuni so'ragan edi. Javobimiz demak ildizda 3 bo'lar ekan. Bu D variant bo'ladi. 30-savollarimiz yechimi ham o'z yakuniga yetdi. Bizni kuzatishda davom eting. Qo'llab-quvvatlash uchun like bosishni unutmang. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha sog' va salomat bo'ling.